Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, biz kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik so'ragan bizon motobloklarimiz yangi partiyasi sotuvga chiqdi. Sizlarga to'liq ma'lumotini berib, narxi bilan tanishtirib o'taman. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, oldin biladiganlar biladi. Bizon motoblogi sifatlari juda ham zo'r. Boshqa motobloklardan hech qanday oshiq bo'lsa oshiqki, kam joy yo'q ekan. Hozirlarga to'liq ma'lumotini berib, narxlari bilan tanishtirib o'taman. Ko'rib turgan motobloginglar 170 motorlar bilan jihozlangan. Ko'rib turibsizlar, sifatlari ham juda ham zo'r, ko'rinishi ham juda ham bejirim qilib ishlangan. Motorlari 170 7 ot kuchiga teng, statorlisiz, ya'ni rushnoy zavod bo'ladi akalar. Tortma orqali zavod bo'ladi, benzinlik, soatiga 801 litrgacha, 800 gram 1 litrgacha rasxod qilib beradi. Filtrlari maslinli filtr bo'ladi. Balonlarning orasi ham qatorni orasiga tushish uchun mo'ljallangan, ya'ni 60-70 agatlarga bemalol tushaveradi. Sifatlari juda ham zo'r. Texnologiyasi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Bu degani germanskiy degani emas akalar. Mana shu joyga qarab olinglar. Qayerdan, qanaqa motoblok olishinglardan qat'iy nazar, mana shu yozuvda germanskiy deb sotadiganlar bor ekan akalar. Bu hech qanday germanskiy emas. Hamma motoblokda bo'ladigan mana yozib qo'ygan. Ya'ni Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 100% Xitoy mahsuloti bo'ladi. Kimdan, qayerdan, qanaqa motoblok olishingizdan qat'iy nazar, italyanskiy deb yozib qo'yadimi, rossiyskiy deb yozib qo'yadimi akalar. Bular hammasi 100% Xitoy mahsuloti. Mana shu yozuv uchun ham boshqa joylarda juda ham qimmat narxlarda sotilyapti ekan. Bu motoblogimizning narxi bizning do'konimizda 3.500.000 so'm, boshqa joylarda 4 million, hattoki 4.5 million so'mgacha bu Germaniyadan kelgan germanskiy deb sotilyapti ekan akalar. Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar bilib oling, hammasi 100% Xitoy mahsuloti. Motorlari, karofkalari yaxshi karofkalardan qo'yilgan. Orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, vomlari ham o'sha temir krishkali bo'ladi akalar. Skoroslari pastda joylashgan. Oldiga ikkita, bittadan zadniy skoroslari bor. Sifatlari juda ham zo'r. Eng qizig'i akalar, ruli yonboshga buriladigan variantidan yetib kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana buni bo'shatsangiz, yonga o'zingizni bosmasdan haydab ketaverasiz. Ko'p motobloklarda mana bunday oddiy bo'ladi, faqat baland pastga legirovka bo'ladi. Bu motoblokning aqlli fishkasi shundaki, yonboshga ham burib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Yana qaytarib o'taman, bu germanskiy motoblok emas. Xo'p, komplektida 4 qatordan 8 qator frezerlari qo'shib beriladi. Balonlari 400 ga 8 lik balonlardan qo'yilgan. Ya'ni hozir aytib o'tganimdek, qator ichiga, agat ichiga tushish uchun mo'ljallangan. Kimga qiziq bo'lsa, soni cheklanmagan, xohlaganlar yashil holatda olishingiz mumkin, xohlaganlarga upakovka holatda ham qilib beriladi. Narxi 3.500.000 so'm bo'ladigan narxi. Boshqa joylar bilan bemalol sifat bo'yicha solishtirib, narxlarni o'rganib kelaveringlar. Eng qizig'i akalar, bizning do'kondan xarid qilsalaring, moylari, benzinlari bonusga, ya'ni o'zimizning hisobimizdan kelsanglar yangi traktorga quyib, yurg'izib tekshirib beramiz. Moylariga hech qanday pul qo'shilmaydi akalar. Moy, benzin xarajatlari hammasi o'zimizdan bo'ladi. Kelsanglar chiroyli qilib yurg'izib tekshirib beramiz. Kimda kim mana shunday sifatli motobloklar axtarib yurgan bo'lsa, telefon raqamlarimiz 91 289 74 79. Hamma ot kuchidan bor akalar. Bemalol kelib, eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Motoblok olishda adashib qolmanglar akalar. Kimda yana qaytaraman, qayerdan qanaqa motoblok olsalaring ham hammasi aytganimdek Germaniya texnologiyasi, bu oddiy lakelinki xolos akalar. Mana bunimda ko'chirib tashlasak, yo'q germanskiy. Oddiy lakelinki xolos. Aldanib qolmanglar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Narxi 3.5 million so'mdan cheklanmagan. Bemalol olaverasizlar. 4 qator, pichog'i ham 3 qatorli emas. Boshqa joylarda 3 qatorli pichoq solishyapti. Bizda to'liq 32 talik pichoq qo'shib beramiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar.